Leapmotor C01 Comfort siz orzu qilgan texnologiya ichkaridan boshlanadi. Leapmotor C01 salonida haydovchi va yo'lovchilarga yuqori darajadagi shinamlik, estetika va texnologiyalar uyg'unligi taqdim etiladi. Leapmotor C01 salonida haydovchi va yo'lovchilarga yuqori darajadagi shinamlik, estetika va texnologiyalar uyg'unligi taqdim etiladi. Yorqin 12.8 dyuymli sensorli ekran, media, navigatsiya, ob-havo, avtomobil sozlamalari barchasi bir joyda joylashgan. Multifunksional perirul, ovozli boshqaruv, media, cruise control va boshqa qulayliklar. Elektr sozlanadigan haydovchi va old yo'lovchi o'rindiqlari, avtomatik sozlash, isitish, sovutish va massajlar bilan jihozlangan. Iqtisodiylikda yangi davr RF gibrid tizimi bilan Leapmotor C01 Comfort bu RF tizimiga ega avtomobil. U elektrda yuradi. Ichki yonuv dvigateli esa faqatgina batareyani zaryadlash uchun ishlaydi. Batareya sig'imi 43.7 kW tashkil qiladi. Benzabak 47 litr. Bu faqat mashina emas, bu sizning jim, tejamkor va aqlli hamrohingiz. Leapmotor C01 zamonaviy shaharlar uchun yaratilgan. Ushbu avtomobil haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyin Motors.